Assalomu alaykum hammaga. Demak, bizda fizikadan ma'lumotlashtiriilgan darslarimiz davom etadi. Bizda kurslarimiz noldan, ya'ni faqat fizikani nazariy mavzulari va formulalari tushuntirib beriladi. Mavzu yuzasidan testlarni ishlash va ularni yechimlarini o'rganish uchun bizda maxsus platformamiz, ya'ni Fizika ustoz.com veb sayti mavjud. Bizga bog'lansangiz, bu saytimiz albatta pullik. Pul to'lov amalga oshirganingizdan so'ng sizni guruhga qo'shamiz. Demak, bugungi mavzumizda biz to'g'ri chiziqli tekis harakat va uning grafiki degan mavzuni o'rganamiz. Xo'sh. Tezlik grafigi, tezlik grafikida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Tezlik grafigi bo'lishi uchun, demak, tezlikning vaqtga bog'liqlik grafik ifodalangan bo'lishi kerak, ya'ni vertikal o'qda v kelishi kerak, metr taqsim sekundda. Xullas, mana bu yerda v kelishi kerak vertikal chiziqda. Gorizontalda t kelishi kerak, vaqtni birligi sekund. Demak, tekis harakatda tezlik o'zgarmaydi. Quyidagi rasmda ham ko'rib turishimiz mumkin. Mana tezligini qiymati 10 bo'lib turibdi. Ya'ni jism bir xil 10 tezlik bilan harakatlanib bormoqda. Demak, v ni qiymati 10 metr taqsim sekund. Sekundiga 10 metrdan yo'l yuryapti. Bu harakat tekis harakat bo'ladi. Endi tezlik grafikligini qayerdan bilamiz desa, vertikal chiziqqa qaraymiz. O'sha vertikal chiziqda kim ifodalangan bo'lsa, o'shani ismini aytamiz, o'sha grafik bo'ladi. Masalan, hozir bu yerda v turibdi, demak bu tezlik grafigi. Xo'sh. Demak, tezlik grafikida xossa mavjud, ya'ni o'sha v ni t ga bog'liqlik grafikida, v ni t ga bog'liqlik grafikida, ya'ni tezlikning vaqtga bog'liqlik grafikida yuza yo'lga teng. Albatta bu qoidani o'tgan darsda ham tushuntirgandim. Bu to'g'ri to'rtburchak yuzasini formulasidan kelib chiqqan, ya'ni s teng to'g'ri to'rtburchak yuzasi a ko'paytirilgan b bo'lgani uchun endi o'sha yuza bizda yo'lni formulasiga teng bo'lib qoladi, ya'ni s teng v ko'paytirilgan t ga. Demak, umumiy qilib xulosa aytish mumkin, tezlik grafikida yuzani topadigan bo'lsak, yuza yo'lga teng bo'ladi. Masala yechish uchun eng kerakli asosiy qoidalardan biri hisoblanadi bu. Demak, v bilan t kelyaptimi? Jismning bosib o'tgan yo'lini toping desa, demak, o'sha bizga berilgan tezlik grafikidagi yuzani hisoblashimiz kerak. O'sha yuza yo'lga teng bo'lib qoladi. Xo'sh. Endi bizga qiymatlari berilgan, mana v, t, s qiymatlari berilgan. Demak, buning grafikini hosil qilamiz. Demak, endi bu yerda s yo'l ko'rinib turibdiki, bu demak yo'l grafigi bo'ladi. Vertikal chiziqda kim turgan bo'lsa, o'sha mana yo'lning vaqtga bog'liqlik grafigi bo'lyapti. Demak, grafikimiz yo'l grafigi ekan. Mana 5 ta qiymatlar berilyapti. 10 da 50 ekan. Xo'sh, 10 da 50 bo'ladigan bo'lsa, mana 10 sekundda 50 yurgan bo'lsa, 50 tonga bo'lsak 5 bo'ladi. 5 kira 5imiz 25 bo'ladi. Demak, mana bu 25, bunisi 75 bo'ladi. 20 da 100 ekan. Nuqtalarni tutashtirib chiqadigan bo'lsak, 25 ni 5 ga bo'lamiz, 5 bo'ladi. 50 ni 10 ga bo'lamiz, 5 bo'ladi. Demak, hammasida tezlikning qiymati teng bo'lyapti nimaga desa, 5 metr taqsim sekundga. Demak, tekis harakat bo'lyapti. Tekis harakatda tezlik o'zgarmaydi. Endi masala yechish uchun matematikada kerak bo'ladigan asosiy tushunchalarga to'xtalamiz. Demak, bizga to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. To'g'ri burchakli uchburchakda mana bu burchak 90 gradus bo'ladi. Demak, A tomon katet, B tomon katet, C gipotenuza mana berilyapti. Demak, Pifagor teoremasi eramizdan bir necha ming yillar oldin yaratib ketilgan. Demak, qoida a kvadrat b kvadrat teng c kvadratga. Ya'ni katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng.
ko'rishimiz mumkinki, mana bu tomon A tomon hamda B tomon katet deyiladi, C tomoni esa gipotenuza deyiladi. Endi mana burchakni qandaydir alfa deb oladigan bo'lsak, o'sha burchak qarshisida, ya'ni burchakning ro'parasida turgan tomon qarshisidagi katet deyiladi. O'sha burchakka yopishib turgan tomon esa yopishgan katet deyiladi. Matematikada trigonometriya kursidan ma'lumki, demak endi sinus alfa tushunchasi mavjud. Sinus alfani qanday topamiz desa, demak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Ko'rishimiz mumkinki, qarshidagi katet A tomonga teng, gipotenuza esa S tomonga teng bo'ladi. Yopishgan katet, demak o'sha burchakka yopishib turgan tomonning gipotenuzaga nisbati B taqsim S bo'ladi. Tangens alfa. Tangens alfani tarifi qanday bo'ladi desa, tangens alfani tarifi qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati, ya'ni A taqsim B ga teng bo'ladi. Katangens alfa shunga teskari bo'ladi, ya'ni B taqsim A. Endi burchak o'zgarsachi desa, qoidalar o'zgarmaydi. Endi qarshisidagi katet sifatida B keladi, yopishgan katet sifatida esa A keladi. Yana shu qoidalarni qo'llab ketaversak, bizda mana bunday ko'rinishdagi quyidagi formulalar hosil bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda, demak, katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Bu yodlanadigan qoida fizikada, demak, masala yechish uchun kerak bo'ladigan tushunchalardan hisoblanadi. Xo'sh, endi tekis harakatni koordinata ko'rinishida ifodalash. Demak, koordinata tenglamasi haqida gaplashamiz. Koordinata o'sha jismning qayerda joylashganligini ko'rsatuvchi tenglama hisoblanadi. Masalan, jism dastlab qandaydir x0 koordinatada bo'lsa, v tezlik bilan harakatlanib, qandaydir t vaqt davomida qandaydir x koordinataga kelishi mumkin. Endi biz matematika kursidan bilamiz, s degani keyingi koordinatadan dastlabki koordinatani ayiramiz. X minus x0 bo'ladi. Fizikada esa s ni topish uchun o'sha tezligini vaqtga ko'paytirish kerak. Agar ikkalasini tenglaydigan bo'lsak, bizda quyidagi ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. X teng x0 plus v ko'paytirilgan t. X keyingi koordinata, x0 dastlabki koordinata va jismning tezligi t vaqt, ya'ni sarflangan vaqt. Demak, x0 o'sha jism qayerdaligini ko'rsatadi. Dastlab qaysi nuqtada? X keyingi koordinatasi. T vaqt, qanchadir vaqt davomida u tezlik bilan harakatlangan. Umumiy holat uchun tenglama x teng x0 plus v ko'paytirilgan t ko'rinishida bo'ladi. Ox o'qida harakat qilayotgan jism uchun, ya'ni x o'qida harakat qilayotgan jism uchun. Agar jism, o'sha jismni oladigan bo'lsak, u 0 nuqtaga nisbatan manfiy tomonga harakatlanayotgan bo'lsa, ya'ni koordinata boshi, masalan, bizda koordinatamiz 0 nuqtadan harakat boshlasa, masalan, mana bu nuqta, mana bu nuqta bizga, mana bu x0 bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqta 0 bo'lsin. Endi 0 dan uzoqlashayotgan bo'lsa, manfiy sonlar tomon harakatlanayotgan bo'lsa, u holda tenglamani oldi minus bo'ladi. Mana x o'qiga qarshi harakatlanayotgan bo'lsa, demak, o'sha holatda, demak, umumiy holat uchun ko'rinish mana bunday bo'lishi mumkin. Masalan, x teng 3 plus 2t desa, demak, jismning dastlabki koordinatasi 3 bo'ladi, tezligi esa 2 bo'ladi. Mana bu holat qachon bo'ladi desa, masalan, x teng 1 minusdan 3 ko'paytirilgan t ko'rinishida yozsak, x0 1 bo'ladi. Jism 3 tezlik bilan x o'qiga qarshi harakatlanayotgan bo'ladi. Endi mana bu holat, agar jism koordinata boshida harakatlansa, joyda turgan bo'lsa, agar harakat bo'lmasa, tezlik 0 bo'ladi. Tezligi 0 bo'lsa, yo'l yurmaydi. Yo'l yurmasa, demak, o'sha jism x0 koordinatida turgan bo'ladi. Agar masalan 1 degan koordinatada turgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, x0 1 bo'lib turgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi holat, x0 0 bo'lsa-chi, ya'ni u koordinata boshidan harakat boshlasa-chi, u holatda tenglama qanday bo'lishi mumkin? Masalan, x teng
uch ko'paytirilgan t ko'rinishda bo'lsa, demak uni x noli nol bo'ladi, ya'ni boshlang'ich koordinata mavjud bo'lmaydi. Tezligi esa 3 ga teng bo'ladi. Ayniyat qilib ishlanadi. Endi xuddi shu narsalar y, ya'ni vertikal o'q uchun ham o'rinli bo'ladi. Qandaydir y tenglama y teng y0 plus v y t. Y0 dastlabki koordinata, y keyingi koordinata v tezlik. Agar o'sha nol nuqtadan pastga tomon harakatlanayotgan bo'lsa, ya'ni manfiy sonlarga tomon harakatlanayotgan bo'lsa, minusligi bo'ladi. Agar jism harakatlanmay turgan bo'lsa, y-imiz y0 ga teng bo'lib turadi. Agar uning y noli nol bo'lsa, tenglama y teng v, y ko'paygan t ko'rinishda, masalan, y teng 3 ta t desa, demak o'sha 3 tezlik bilan y o'qi bo'ylab harakatlanayotgan bo'ladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, koordinata tenglamasi x teng x0 plus v ko'paytirilgan t bo'ladi x o'qi uchun. Y uchun esa y0 plus v y ko'paygan t. Endi mana bu indeksdagi x bilan y nima uchun kerak desa, bu indekslar o'sha jismning qaysi o'qda harakat qilayotganligini ko'rsatish uchun kerak. Masalan, y o'qidami, x o'qidami, o'sha qayerdaligini ko'rsatish uchun ishlatiladi indeksdagi qiymatlar. Xo'sh, tushunarli bo'lsa, keyingi jumlalarga e'tibor qaratamiz. Keyingi jumla bizda o'sha jumlalar, masalan, agar mana x nol nuqtadan uzoqlashayotgan bo'lsa, masalan, quyidagicha grafik tasvirlab beraman. Masalan, mana bu nuqta nol nuqta bo'lsin, jism mana bu 1 degan nuqtadan x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsa, grafik shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, x sekundda qandaydir boshqa nuqtaga keladi harakatlanib. O'shani grafik shu ko'rinishda bo'ladi. Mana x noli 1 bo'ladi, qanchadir t1 vaqt davomida uning keyingi koordinatasi, ya'ni x2 koordinata yoki x koordinata xuddi shunday topiladi. Ya'ni x ning umumiy ko'rinishi mana x0 plus v x ko'paygan t bo'ladi. X0 o'rniga 1 qo'yamiz, v ni qiymati o'z masalada beriladi. Demak, tenglama bizda hosil bo'ladi. Agar jism y o'qidan harakatlanayotgan bo'lsa va x o'qiga qarshi harakatlanayotgan bo'lsa, mana x o'qiga qarshi harakatlansa, mana u son o'qidan 0 dan pastga tomon harakatlanayotgan bo'ladi. O'shaning uchun formulada minuslik ishlatiladi. Y uchun ham shu narsa o'rinli bo'ladi. Keyingisi bizda agar jism mana harakat qilmayotgan bo'lsa, uni grafigi vaqtga bog'liq bo'lmaydi, ortmaydi ham, kamaymaydi ham, o'zgarmay turaveradi. Masalan, mana bu x teng 2 degan grafik bo'ladigan bo'lsa, u ikki nuqtada xuddi shunday turaveradi, vaqtga bog'liq bo'lmaydi qiymat. Ya'ni u doimiy tinch turgan bo'ladi. Y uchun ham shu narsa o'rinli bo'ladi. Agar y jism harakatlanmayotgan bo'lsa, y noli qandaydir, masalan, y nolimiz 2 bo'lib turadi degan, jism harakat qilmay tinch turgan bo'ladi. Endi agar tezligi musbat bo'lsa, x o'qi bo'ylab harakatlanadi. O'sha 0 dan plus sonlarga tomon, masalan, 5, 6 plus cheksizlikka tomon harakatlanadi. Agar tezligimizni oldi manfiy degani, bu degani x o'qiga qarshi, ya'ni 0 dan pastga tomon, manfiy sonlarga tomon harakatlanayotgan bo'ladi. Ya'ni umumiy holat uchun mana bunday yozishimiz mumkin. Masalan, x teng agar bu koordinata boshida bo'ladigan bo'lsa, masalan, 3 ta tenglamasi 3 ta t bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 tezlik bilan x o'qini plus tomonga qarab ketayotgan bo'lishi mumkin. Yoki agar x noli bo'ladigan bo'lsa, masalan, 1 plus 3 ta t bo'lsa, birinchi nuqtadan yuqoriga tomon, ya'ni mana bunday ortib boradi. Agar x ni oldi minus shu xuddi shunday shu narsa o'rinli bo'lib minus 3 ta t bo'ladigan bo'lsa, demak 0 dan pastga qarab manfiy sonlarga tomon harakatlanayotgan bo'ladi. Yoki masalan x teng 1 minus 3 ta t bo'ladigan bo'lsa, mana 0 ning o'rniga 1 bo'ladi, ya'ni manfiy sonlarga tomon harakatlanayotgan bo'ladi. Y uchun ham shu narsa o'rinli. Endi tekislikda ikki nuqta orasidagi masofa matematikada ham eng ko'p qo'llaniladigan tushunchalardan biri hisoblanadi. Ya'ni Dekart koordinatalar sistemasida ikki o'lchamli bo'ladigan bo'lsa, x bilan y beriladigan bo'lsa,
O'sha ikki nuqta orasidagi masofani topish uchun qanday qilamiz desa, dastlabki koordinatalar mana x1, y1 bo'ladi. Keyin jismning harakatlanish natijasida keyingi koordinatalar mana x2, y2 bo'lyapti. Endi mana shu x o'qida jismning ko'chish masofasi qanaydir sx deb oladigan bo'lsak, mana sx ta orasidagi masofa mana bu masofa bo'ladi. Uni qanday topamiz esa, keyingi koordinatadan dastlabkisini ayiramiz. Ya'ni x2 minus x1 bo'ladi. Y nuqtalar uchun ham mana bu masofa bo'ladi. Bu masofa esa y2 minus y1 bo'ladi. O'sha masofani shunday olib kelib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, hamda bu masofani shunday olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bizda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Endi o'sha to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaganimizda bizda mana bu formula hosil bo'ladi. S teng sx ning kvadrati plyusdan sy ning kvadrati. Sx o'rniga qo'yishimiz mumkin x2 minus x1 ni, sy o'rniga qo'yishimiz mumkin y2 minus y1 ni. Bu formula ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasi deyiladi. Masalalarda eng ko'p ishlatiladi. Xo'sh, keyingi formulaga e'tibor qaratamiz. Keyingi formula esa fazoda ikki nuqta orasidagi masofani topish. Demak, biz bilamiz, fazo 3 o'lchovli x, y, z koordinatalar sistemasi bo'ladi. Mana A nuqtani koordinatalari x1, y1, z1, B nuqtani koordinatalari x2, y2, z2 bo'ladi. Shu nuqtalar orasidagi masofani topish uchun esa yana Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, formula shu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, bugunga bizda bori shu. Bizni kuzatib borishda davom eting. Kim bizni veb-saytimizdan foydalanmoqchi bo'lsa, Telegram orqali bizga murojaat qilishi mumkin. Hammaga rahmat. Dinka, nima qilaysan?